Xo'p. Hozirgi darsimiz sizlar bilan bo'lib o'tadigan bu ish platformasi bo'lib, birinchi ish platformamiz bu TradingView platformasi. TradingView platformasida, ya'ni Google ga yozgandan keyin mana tradingview.com turibdi. Buni skachatib olsanglar ham bo'ladi. Telefon bo'lsa, telefonga ham skachatib olsanglar bo'ladi. Undan keyingisi, mana bu joyda S yozuviga kirasizlar va o'zingizlarning akkaunt emailinglarni kiritib qo'yasizlar. Buni nima keragi bor? Agar email kiritib qo'ysanglar, xohlagan davlatda, xohlagan joyda turib, mana shu email orqali o'zingizlarning chizganinglarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana endi bu joyda undan keyingisi mana shuni pastida strelkacha turibdi. Mana shu strelkani bosamiz va bosgandan keyin liniya trendini yulduzcha qo'yamiz. Undan keyin pastga tushib, pastdan gorizontalniy turibdi. Undan keyin ikkinchisini vertikalniyni belgilab olamiz, parallelniy kanalni belgilab olamiz, ya'ni yulduzcha qo'yib olamiz. Undan keyingisi ikkinchisiga tushib, korreksiya Fibonacciga qo'yib olamiz. Bizga kerakligi ishlatadiganimiz. Undan keyingisi misol tariqasida 1 2 3 ABC bular ham bizga kerak bo'ladi. Bularni ham qo'yib olamiz. Undan keyingisi hop, длинная pozitsiya, kороткая pozitsiya, mana shularni va объем profil. Mana shularga yulduzcha qo'yib olamiz. Undan keyin to'rtburchakga o'tamiz. To'rtburchakda kesishkiga belgilab qo'yamiz. Ana undan keyin указательныйga belgilab qo'yamiz. To'rtburchak, ko'rsatkich, do'maloq, uchburchak. Shularga qo'yamiz. Undan keyin borib, to'rtinchisiga olib tekstga qo'yamiz yulduzchani. Undan keyin metka, ya'ni belgilab qo'yish. Undan keyingisi va bo'ldi. Bular ko'rib turganingizdek pastga chiqdi. Mana shu chiqqanini olib o'zimizga qulay joyga qo'yib olamiz va buni texnik analiz, ya'ni chizish uchun foydalansak bo'ladi. Mana shu holda. Hozirgi holini ham ko'rasizlar. O'sha trend vzlom bo'lgan bozor shu holida va tepada bizda D turadi. O'sha D dan biz belgilab olamiz. 1 minut, 3 minut time framelarni o'zimizga qulayini belgilab olamiz va belgilab olganimizdan keyin bizda keyingi qilinadigan narsamiz o'ng tarafga mana bu joyini bosamiz. Bosganimizdan keyin bizda bozor nomlari turadi va bozor nomlaridan mana bu joyda qo'shish tugmasini bosib, o'zimizga kerakligini всегда turish kerak. Kript aksiya bo'lsa aksiya, fondoviy, forex nima kerak bo'lsa, kripto indeks qaysi biri kerak bo'lsa o'shani bosib mana bu joyga yozamiz. Hozircha все qilganimiz yaxshi. Hammasini belgilash va belgilab mana shu saytda biz bozorni o'rganamiz. Shu joyida e'tibor etib ketishim kerak. Hali time frame haqida ham to'liq video qilib beraman. Lekin ungacha hozir sizlarga o'rgatadigan narsam time frame nima uchun kerak bizga degan savolga javob. Misol uchun shamlarni oladigan bo'lsak, bitta sham va mana shu shamni okey qilamiz. Mana shu shamni oladigan bo'lsak, mana shu shamni ochilib yopilish vaqti bir kunlik tanlasak, bir kun bo'ladi. Ya'ni bir kunda bitta sham ochilib yopiladi. Agarda biz 1 soatda olsak, demak bitta sham ochilib yopilish uchun 1 soat ketadi. Agar 5 minut olsak, bitta sham ochilib yopilish uchun 5 minut ketadi. 1 minut olsak, bitta sham ochilib yopilish uchun ketadigan vaqt 1 minut hisoblanadi. Va bu o'z-o'zidan ko'rib turibdiki, agarda mana shu holatda bo'lsa, 1 kunlik sham bo'ladigan bo'lsa, demak 1 kunning ichida 1 soatlik shamdan 24 ta bor degani. Ya'ni 24 ta mana shunaqa shamlar bor. Shu narsa esingizdan chiqmasin. Mana. Agarda bundan biz 4 soatda oladigan bo'lsak, o'z-o'zidan kelib turibdiki, 6 ta 4 soatlik sham bor. Xuddi shunga qarab shamlar rivojlanadi. Mana oddiy misol, buni qachon ochilib, qachon yopilishini ham 1 minutlik time frame ga olsak, mana bitta sham misol tariqasida ko'rsataman, mana 41 sekunddan keyin yangi sham ochiladi va bu 1 minutlik sham tugaydi. Mana shu holatga qarab, bular nima keragi bor degan savolga javobni keyingi darsda shamlar mavzusida ko'rsatib beraman. Endi bizda ikkinchi sayt bor. Ikkinchi saytni oladigan bo'lsak, ikkinchi saytimiz investing.com. Mana investing.com ga kiramiz. Kirganimizdan keyin bizda mana shunaqa lavha ochiladi. Bu joydan biz mana bu Amerika bayrog'ini bosib, shuni shu joydan tilni o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni yoki ruskiy yoki shunga o'xshagan o'zimizga qulay tilni qo'yib olsak bo'ladi. Mana men ruschani tanladim va banda ruskiy bo'ldi. Mana bu joyda ekonomik kalendar turibdi. Ekonomik kalendarga bosganimdan keyin bu yerda biz fundamental yangiliklarni kuzatib boramiz. Va kuzatib borganimizdan keyin bizda boya aytib o'tganimdek ahamiyat beringlar. Mana
yangilikka chiqish vaqti va qaysi davlat, ya'ni Yaponiya yenasiga ikkita yulduzchalik yangilik bo'lyapti. Bu o'rtacha kuchlanish, ya'ni kuchi o'rtacha. Xuddi shu Yaponiya yenasiga bitta yulduzchalik chiqyapti. Ya'ni ikkalasi bir vaqtda chiqyapti. Ahamiyat beringlar. Demak, bozorga ta'sirini o'tkazadi. Va yana bitta, endi uchtalikni ko'ramiz. Mana ko'rib turganinglardek, uchta yulduzchalik bor. Bu bozorga o'z ta'sir kuchini yaxshigina o'tkazadi degani. Undan keyin biz asosan Amerika fond birjasida savdo qilganimiz uchun Amerikani bayrog'ini qidiramiz va bundoq qarasak, mana pastda Amerika bayrog'i turibdi. Uje yangilik chiqadi, ikkita yulduzcha, bitta yulduzcha. Demak, buni hammasi kuzatgan holda bozorda savdolarni amalga oshirsak bo'ladi. Buni nima haqida ekanligini bilmoqchi bo'lsak, mana shuni yonidagi, mana shu yozuvga bosadigan bo'lsak, shu yozuvda ustida nima haqida ekanligi mana bayonot berilgan. Hammasi ko'rib turganinglardek va tagida treyderlar o'zini xulosasini yozib qo'ygan. Bu joyga siz ham o'zingizni kommentariyingizni, xulosangizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Faqat shundan iboratki, bu joyda xohlagan gapni yozib bo'lmaydi. Bu juda xalqaro bo'lganligi sababli ham har bitta yozayotgan gapingizni o'ylab yozishingiz kerak bo'ladi. Endi bu saytdan chiqamiz. Bizga yana